Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov va bugun videomizda biz sizlar bilan internetda chiqib ketgan ma'lumot, ya'ni 15 million aholi ma'lumotini ichida siz bo'lishingiz mumkin va o'sha ma'lumotning ichida bo'lgan taqdiringizda qanaqa himoyalanish kerak? O'sha mavzuda bugun bitta video qilamiz do'stlar. Ya'ni men hozir noutbukim ekranini ko'rsatyapman, ekranga qarasanglar. Bu yerda bitta odam ma'lumoti bor. Bu yerda mana ko'rayotganingizda necha million qator bor mana. Chetga qaranglar. Aynan mana shu qatorlar tagida odam mana bitta mana 4 ta X qo'yib qo'yganman. Bu yerda telefon raqam bor edi va bu yerda mana pasport nomeri bilan PIN. Bu ikkalasi mana bu yerda pasportning seriya raqami, bu yerda bo'lsa ularning JSHR kodi bor edi. Ya'ni ma'lumotlar to'la to'kis betdi. Afsuski bu yerdagi 90% odamning tug'ilgan yili mana bu 1997 bo'lsa, men o'qib chiqdim 90% 60-70 dan orqa, ya'ni 50-60 yosh oralig'idagi odamlar va bularga ishontirish oson bo'ladi-da. Masalan, telefon qilasiz, mana nomeri bor, pasport ma'lumotlari bor. Biz bankdamiz, palonchi sizsiz, palon tug'ilgansiz, ya'ni bizda hamma ma'lumotlar bor va bizga SMS kodini aytishga majbursiz deysa, katta yoshli odam ishonib qoladi. Va shunaqa narsa bo'lmasligi uchun biz o'z ma'lumotimizni himoyalab qo'yishimiz kerak va yosh katta odamlarni ham ogohlantirishimiz kerak do'stlar. Xo'p, qanaqa qilib ogohlantiramiz va qanaqa qilib o'z ma'lumotlarimizni himoya qilamiz deb so'raydigan bo'lsanglar, ya'ni birinchi o'rinda kredit olib bo'lmaydigan qilamiz va ikkinchi o'rinda login parolni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi ekan. Xo'p, endi noutbukimni yopaman, ya'ni noutbukimda o'zi ish qolmadi. Xo'p, noutbukimni yopdim. Endi kompyuterga o'tamiz. Kompyuterda biz o'sha sistemani login parolni o'zgartirish va hokazolarni biz ko'rib chiqamiz. Mana hozir kompyuterni ekranga chiqardim, ko'rayotganingizdek, prosta montajda sal adashmaslik uchun aytib ketyapman nima qilishimni. Birinchi bo'lib, One ID ga kirishimiz kerak bo'ladi ekan. Mana ekranda ko'rib turibsizlar, One ID deb yozdim va bu yerda mana yagona identifikatsiya tizimi. Ichiga kirasizlar va bu yerda mana login parol so'raydi va bu yerda qaranglar. Login parol yodingizdan chiqdimi tugmasini ustiga bitta bosib, bu yerga mana JSHR, bu yerga bo'lsa telefon raqamingizni yozasizlar. Blur bo'lishi mumkin montajda, chunki meni ma'lumotlarim ham o'zimga chiqyapti. O'shaning uchun men blur qilib qo'yaman. Yo'qida ro'yxatdan o'ting qilib, bu yerda mana rozilik berasizlar-da, bu yerda ham JSHR va telefon raqamingizni yozsanglar bo'ldi do'stlar. SMS kod keladi telefoningizga yozganingizda va o'shaning tagida login va parol degan joy bo'ladi. O'sha login va parolni bu yerga kiritishinglar kerak bo'ladi. Mana kiring bo'limida mana bu yerda mana MyGov degan saytga kirishga kerak bo'ladi va qaranglar, bu yerda ujma men kirganman, mana personal kabinet ma'lumotlarim chiqyapti. Ya'ni mana personal kabinetga kirsak, to'xtanglar. Mana kirmaganman hali. Tepada personal kabinet degan joy bor. Men buni o'zbekcha qilsam sizlarga qulayroq bo'ladi. Mana shaxsiy kabinet bor. Ustiga kirasizlar. Mana One ID orqali kirish tugmasini bossanglar, mana bu yerdan login parol so'raydi. SMS da kelgan login parolni kiritasizlar bu yerga. Va mana login qilganingizdan keyin bu yerda ism familiyalar chiqadi. Bu yerdan qaytadan mana ommabop xizmatlar bo'limiga kirasizlar va tepada mana xizmatni izlash qilib, bu yerdan cheklash deb yozasizlar. Kredit bitimini tuzish va taqiq qo'yish yoki taqiqni olib tashlash chiqadi. Ustiga bosasizlar va bu yerdan xizmatdan foydalanish qilasizlar. Bu ilovada ham ishlaydi bu narsa. Ya'ni ilovasida ham shaxsiy kabinetga kirasizlar, bu yerdan login qilasizlar, o'zingizlar ma'lumotlarining orqali hozir bundoq ko'rsataman. My ID bor, One ID bor va ilova orqali kirish, o'sha mobil ilovalar orqali kirsanglar bo'ladi. Hop, One ID ga kirib, One ID ga ne kiryapmiz? MyGov orqali, ya'ni MyGovdan One ID orqali kiriladi MyGov ga. Chalkashib ketdi. Xullas, mana bu yerda ko'ryapsizlar, One ID orqali kirish qilsanglar, baribir o'sha login parol so'rayapti. Login parolni olib olish uchun o'sha oldindan u yoqdan ro'yxatdan o'tib qo'yish ba'zida qulayroq bo'ladi. Keyin o'sha ommabop xizmatlarga kirib, cheklash qilib, o'zingizlarning nomingizga kredit olishni cheklab qo'ysanglar bo'ladi ekan do'stlar. Hop, bugungi video shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.